Mamlakat avtomobil yo'lining ulkan arteriyalaridan hisoblangan A380 G'uzor Buxoro Nukus Benau xalqaro avtomobil yo'lining rekonstruksiya qilish ishlari hamon yo'lsozlarimiz oldiga qo'yilgan birinchi darajali vazifalardan bo'lib qolmoqda. Ayni paytda rekonstruksiya ishlari ushbu O'zbek milliy avtomagistralining tarkibiy qismi sanalmish xalqaro ahamiyatdagi avtomobil yo'lining 673-698 kilometrlarida jadal sur'atlar bilan davom etmoqda. Jarayonlarni ko'zdan kechirgan muxbirimiz yo'lsozlarning mehnati xabar qiladi. A380 avtomobil yo'lini bugungi buyuk ipak yo'li ham deyishadi. Bugun bu yo'lda kun-o'tun og'ir va yengil yo'lovchi va yuk avtomobillari harakati to'xtamaydi. Ularga qulaylik yaratish maqsadida rekonstruksiya ishlari bosqichma-bosqich davom etmoqda. Ayni paytda navbatdagi 25 kilometr uzunlikdagi yo'l qismida sement-beton qoplamali rekonstruksiya ishlari jadal davom etmoqda. Asosiy ishlarimiz mana bu oldimizda qish ishlari bo'lgani uchun bugungi kunda tuproq ishlari, asosan o'simlik qatlamini surish ishlari почти bir tomon ishlari yakunlanib qoldi. Ham kommunikatsiyalar ko'chirish ishlari davom etmoqda. Bu yaqin kunda mana kabelimizni oxiriga yetkazsak, hozir obyektimizning 25 kilometrda 21 kilometr qismida ish bo'lyapti. 4 kilometr qismida kabel ko'chirmagan sababli hozir to'xtab turibdi. Uni yaqin orada ko'chiramiz. Keyin hamma 25 kilometr ichida ish bo'lib o'tadi. Shu bilan bir qatorda rekonstruksiya ishlarining sifatini nazorat qilishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Sifat nazorati uchun ham xalqaro ko'lamdagi tender o'tkazilganligi esa bu boradagi yangi bosqichlardan biri sanaladi. Qo'shimcha yangiliklardan bittasi ularga diklometr bilan birgalikda hozir har bir joyni ko'rish sifatini aniqlash imkoniyatiga ega bo'ldik. Shu apparatlar, yangi apparatlar sotib olingan, obyektga jalb qilingan, hozir ishlatyapmiz. Umumiy qiymati 60,9 million dollarni tashkil etuvchi qurilishlardan hammadan ham ko'ra yo'ldan qatnovchi haydovchilar xursand. Buxorodan keladirman. Betonki yo'llarida azit maza qilib haydab keldik mashina. Bir yog'ida endi azmaz endilikday bor. So'ga qaraganda qurilishlarni ko'rib qolmadim. Yo'llar ravon bo'lsa, manzillar yaqin, safarlar esa bexatar bo'ladi. Zafarbek Artiqbayev, Miras Davletbayev ovozi informatsion dasturi uchun Qoraqalpog'iston Respublikasidan